Мәдинеде назil bo'lgan. Jami 286 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Mim. Bu kitapta, yani Kur'an'da hiç şek yok. O takvadarlarga yetekçidir. Ular g'ayibga ishinidu, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishinidu va oxiratga shaksiz ishinidu. Ana şular Pərverdigarının toğru yolida bolğuchilardır. Ana şular baxtga erishguchilardir. Şübhisiz ki kafirlarni agahlandıramsan, agahlandırmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondiq degichilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Yani ağızda işendoq degini bilen ko'nglida ishonmaydi. Ular Allah'ni ve müminlerini aldımakçı bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan özlerini aldaydı. Ularning dillarida kesel, yani munofiqlik ve şəkliniş var. Allah ularning kesilini kuchaytib etdi. Yalgan sözlegenlikleri, yani yalgandan imanni dava qilganliklari ve Allah'ның ayetlerini mesxiri qilganliklari üçün ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yeryüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilse, biz ıslah qilg'uchilarmiz deydi. Bilinglar ki ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, yani munofiqlarga iman etgan kishilardek chin ko'nglinglar bilan iman etinglar deyilse, biz iman etgan ahmaqlarga o'xshash iman etamdiq deydi. Bilinglar ki ularning o'zlarilar ahmaqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular müminler bilan uchrashganida biz iman etdik deyishidi. Shayatunları, yani munofiq katta başları bilan yalğız joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchidala iman etib qo'yib, müminlarni masxara qilamiz deydi. Masxara qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi ki, ular tengirqigan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik ilish uchun o't yaqqan kishilarga o'xshaydi. O't
ularning atrofini yo'ritganda Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gazdir. Ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayamagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik, güldürmamılık va chaqmoqliq qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Çaqmaq çaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmaq yo'riqida mengib oladi. Qarong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qilatdi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insanlar! Taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishlig'ida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yağmur yağdırıp berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yağmur orqali turlik mevlarni o'stirib berdi. Shunga Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. Bandimiz Muhammadga biz nazil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga qarshi turishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonlarning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'linglar. Agar mundaq qilolmasanglar, hargizmi qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'u bo'ladigan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlandirilgan chaqda, buning bilan burun dunyodami rizqlandirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pok juftilar berildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Mo'minlar uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat pasixlarni ozdirdi. Pasixlar Allah va'da olgandan keyin
bergen va'dasini buzudi. Allah ulashqa buyurgan şeyini üzüp qo'ydi. Ya'ni sili rahim qilmaydi. Yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Allah'ni qandaqmı inkar qilsizlar ki, cansız idinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni atanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni idinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah'ның dargohiga hisob berish uchun qaytirilasizlar. Allah zamindagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Halbuki biz seni pok deb madihiyalaymiz. Muqaddas deb madihiyalaymiz dedi. Allah, "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge ügetdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adem'ge qaraganda biz haqliq deydigan qarashinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning namlarini bana aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tunuymiz. Biz sen bildirgandin boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidursan. Hikmat bilan ish qilg'uchidursan dedi. Allah, ey Odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da Allah, "Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turman. Oshkora va yoshurun ishlaringlarni bilib turman demaganmidim" dedi. Öz vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. O kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga, "Ey Odam, sen xotining Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni manni qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turvatgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, İblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Odam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan
tövbini bəkmu qubul qılğuçudur. Bəndileriga nahayeti mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga agashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Manga bergan iymon aytish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmu sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendinla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilg'uchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilg'uchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Mangla taqvodorlik qilinglar. Haqni batılga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yoshurmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilg'uvchilar bilan billa ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib turibsizlar. Tushunmamsizlar. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allah'tan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'ldiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib bordiganligiga jazman ishonadi. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni foydalanish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ayiradigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrılgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Mozayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mozayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Mundaq qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir.
Allah tövbanglarni qabul qildi. Allah tövbini haqiqatan bakmu qabul qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Öz vaqtida, ey Musa, Allah'ni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglarda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. Öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xalqininglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga osong bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni har bir qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Öz vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilanla ozuqlanayotganinglarda sizlar, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesimoq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar. Biror shaharga kiringlar. Shu yerda telgininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allah'ның g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allah'ның oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allah'ga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Şübhəsiz ki, möminlər, Yahudilar, Nasaralar arasından və pəriştilərgə, yıldızlarga çoxunğucular arasından Allahqa, ahiret günüge iman keltürgən və yaxşı əməllərini qılğanlar, Pərverdigarının qeşida öz əcridin bəkrəmən buludu. Ularga ahirette korkunç yoktur ve ular g'am, andişi qilmaydi. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va tur teg'ini ustinglarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar.
Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'ridinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Aranglardaki shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklimasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xar maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxara qilyapamsan dedi. Musa jahillardan, ya'ni masxara qilg'uvchilardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qerimi emas, yoshmi emas, o'tir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sapseriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimi yoki samirtish uchun beqilgan kalimi. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular amdi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalını tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yoshirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlig'ichidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalaning bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Taşlar arasida ichidan suv itilib chiqib, eriqlar hosil bo'ldiganlari bor. Yerlib arasından suv chiqadiganlari mu bor. Allah'tan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlari mu bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'afil emasdir. Ey mo'minlar jamoasi, da'vatinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar.
Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartib etdi. Ular mo'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mo'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar. Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar özlərinin yoşurun və aşkarı işlərini Allah'ın bilib turduğanlığını bilməydi. Ularning savadsızları kitapni, Tevratni bilməydi. Əhbarları oydurup çıqqan oydurumlarını bilidi. Guman bilenla iş qılıdı. Kitapni öz qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni dozaq o'ti sanoqliq kunlarli ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shundoq qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'votamizlar degan. Undaq emas, sizlarni dozaq o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli dozaqdir. Ular dozaqda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Öz vaqtida biz İsrail avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Ondan aranglardaki azgını kişiden başqalar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdinglardan yenib olasizlar. Öz vaqtida bir-biringlarning qenini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-yu. Ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi.
Şek şübhisizki biz Musaga kitap yani Tevrat berdik. Onundan keyin arka peygamberler evetdik. Meryem oğlu İsa'ga möcüzler berdik. Hem de onu Ruhul Kuddus yani Cibril bilen yoludik. Her kaçan bire peygamber köңlüңlarga yakmaydigan bir nerse ilip gelse, tekebburluk kılı veremsizler. Bir kısım peygamberlerini inkar kıldınlar. Yeni bir kısım peygamberlerini öldürdünler. Ular dillerimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman eytidiganlar nahayt az. Ularga Allah tarafidan ulardaki kitap Tevratni tasdiqlaydigan kitap Qur'on nazil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammed aleyhisselamni vasıta qilib kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan Tevratda süpti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkar qildi. Allah kafirlarga payg'ambarlarning tuganchisini inkar qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nazil qilgan Qur'onni inkar qilishi Allahning o'z fazlini payg'ambarlikni xohlagan bandisiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini iymonini kufriga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xarlıqçı azapqa duçar boludu. Ularga Allah nazil qilgan kitapqa, Qur'onga iman keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitapqa, ya'ni Tevratqa iman keltirimiz deydi. Uningdan keyingi kitapqa, Qur'onga ishonmaydi. Halbuki o, yani Kur'an haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ularga sizlar Tevratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degin. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizlarni keltirdi. Musa tur teg'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Mozayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tevratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nazil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur teg'ini ustinglarga tiklidik va Tevratga quloq selinglar dedik. Ular sözünge kulak saldık, emringe asilik kıldık deyişti. Ularning kufri tüpeylidin dillariga Mozayning muhabbeti singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuruydigina. Sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mozayga cho'qinishga buyurmaydi degin. Ularga agar oxirat yurti jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmo orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmo yeris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi.
Vaholanki uzun ömür ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Aytqinki, Cibrilga düşman bo'lgan odam Allohga düşmandir. Chunki u Cibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini samaviy kitoblarni tasdiq qilg'uchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allah'ni, Allah'ның pəriştilərini, peyğəmbərlərini, Cibrilni, Mikailni düşmən tutudiken Allah'ni düşmən tutqan boludu. Şübhisiz ki Allah kapırlarni düşmən tutudu. Şək şübhisiz ki sana biz roşen ayetlerini nazil qıldık. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkar qiladi. Her qachon ular bire ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzudu. Balki ularning Yahudilarning to'lisi Tavratga iman etmaydi. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, kitap berilgenlerinin bir türkümü onun peygamberlik delillerini bilmeydiğandek Allah'ın kitabını, Tevrat'ını arkasına çörüvetti. Yani Tevrat'ın sözlerine emel kılmadı. Ular Süleyman'ın padişahlık zamanıdaki şeytanlarının sehirgerlikiga ait sözleriga ergeçti. Süleyman sehirger bolğını ve sehir ügünüş bilen kapır bolğını yok. Lekin şeytanlar kişilerge sehir ügütüp kapır boldu. Ular Babildeki Harut, Marut deyildiğen iki pəriştige nazil kılıngan sehirini ügütetdi. Bu iki pərişte biz kişilerini sınaymiz. Kapır bolmağın demigiçe hiç kişiye sehir ügetmeydi. Ular bu ikisidan xotinni bir-biridan ayırıp etadigan narsalarni, yani sehirgerlikni ügünetdi. Ular sehir arqılıq Allah'ның ruhsatisiz hiç kişiye ziyan yetküzelmeydi. Halbuki ular özleriga zeyni bar, paydası yo'q narsani ügünetdi. Yahudilar Tevratni tashlab sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nesibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular canlarının bədiliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr ügünüşni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kaşki ular bunu bilse idi. Ey müminler! Peygamberge Ra'ina deb hitap kılmay, unzurna deb hitap kılınlar. Sözge kulak silinglar. Kapırlar qattiq azapqa duçar boludu. Ehli kitap ve müşriklardan bolgan kapırlar, Pərverdigarınlar tərəfidən sizlərə birər yaxşılıqның düşüşünü yaxdırmaydı. Allah özünün xalığan bəndisiga peyğəmbərlikni xas qılıdı. Allah çoğ pəzil egisidir. Qandaqla bir ayetni əməldən qaldırsaq yoki unutuldursak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan.
Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musadan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar. Kimki imonini kufriga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilgucha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch yo'qdir va g'am, andisha qilmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdila kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi, oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyori qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ular Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning bolasi bor deydi. Alloh ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Alloh osmonlar va zaminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, Quraysh kofirlari
Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi? Yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida bir mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Haqiqatan biz oyatlarimizni jazman ishindigan qavm uchun bayon qildik. Biz seni haqiqatan mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdiq. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar ve Nasaralarning diniga ergashmaguncha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilim kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ata qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidiyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah onunğa seni çoqum kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish akdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan va tinish joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uvchilar, etkabda o'ltirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar va sajda qilg'uvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni Mahkini tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamnimi rizqdan ozg'ini muddat hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. Öz vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyatda
qubul qilg'uchisan, nihoyatda mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan, kitobingni, Qur'onni, hikmatni, ya'ni sahih sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan, dedi. Özünü ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Öz vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinini, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar, dedi. Yaqub jon uzuvatgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota bovlaring İbrahim, İsmoil, Isoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz onunğa itoat qilg'uchimiz, dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar, deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi, degin. Aytinglar ki, Allah'a iman etdik, bizge nazil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmailga, İsaqqa, Yaqubqa ve ularning avlodlariga nazil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratqa, İsa'ga berilgan İncilga ve payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iman etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yahudilar ve Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'y sung'uvchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iman etgandek iman etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular imondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyidir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hiyla mekrni bilib turg'uchidir. Allah'ның dinida ching turinglar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilg'uchilarmiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki o hem bizning Parvardigorimiz, hem sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz, degin. Yoki İbrahim,
İsmail, İshak, Yaqub ve onun evlatları Yahudi idi yoki Nasara idi demsiler. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ba'zi ahmaq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mo'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgandu deydi. Ey Muhammad, aytqinki, mashriq va mag'rib hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchunlaydi. Allah hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartirishi haqiqatan og'irdir. Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda kuyimchandir. Biz sening Kabe qiblang bo'lishni tilab, qayta osmonga qaraganligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandirmiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mo'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitap berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar bunun, ya'ni qiblaning Kabe'ga o'zgartirishining Parvardigori tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Allah ularning qilmishidan g'ofil emas. Kitap berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular Yahudi va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, vahiy kelgandan keyin mubada ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni payg'ambarni o'z o'g'illarini tunigandek tunuydi. Ularning bir turkumi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshurdi. Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Şuna hergiz shak keltirguchilardan bo'lmag'in. Her ümmetning yüz keltirdigan tarafi qiblasi bor. Ey mo'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'adi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Qayerda safarga chiqsang, namozingda yuzingni Masjidi Haram, Kabe tarafga qilgin.
Bu shaksiz Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. İnsanlar, Yahudilar ve müşriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun ey Muhammad, safar qilishga qayerdan chiqmagan namozingda yuzingni masjidi haram tarafga qilgin. Ey mo'minlar, sizlarmi qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni masjidi haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilg'uvchilarla qiblaning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ulardan, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tunish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartishga amr qilishim, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, Qur'onni va hikmatni, ya'ni dini ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Manga shukr qilinglar. Noshkurlik qilmanglar. Ey mo'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qilg'uvchilar bilan billadir. Allah'ның yo'lida o'ltirilganlarni, ya'ni shahidlarni o'lik demanglar. Balki ular tirikdir. Lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni biroz qo'rqinch, biroz qahatchilik, mollaringlar, jonlaringlar, bollaringlar va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xo'sh xabar bergin. Ularga bire musibat kelgan chog'da ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridandir. Haj qilgan yoki umra qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan bira yaxshilik qiladi ekan, Allah uning mukofotini berdi. Allah albatta shukurning mukofotini berguchidir. Allah hammani bilguchidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Allah la'nat qildi. Ya'ni rahmatidan jiroq qildi. La'nat qilg'uvchilar, farishtalar va mo'minlarmi ularga la'nat qildi. Faqat tavba qilganlar,
Əməlini tüzətkenler, yani Yahudilarning Tevrat ehkamlaridan yoshirganlarini bayon qilganlarla buningdan mustasno. Ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbini bakmu qabul qilg'uchidurman. Nihoyatda mehribondurman. Shubhisizki kofir bo'lib, kofir peti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U nihoyatda shafqatlikdir, nihoyatda mehribondir. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni elib, dengizda uzib yurgan kemalarda, Allah bulutdan yağdırıp bergen, ölgen zaminni tirildirdigan yağmurda, yer yüzüge tarqıtıp etken hayvanatlarda, şamal yönünüşlerinin özgürüp turuşida, asman zimin arasida boysundurilgan bulutlarda, tushundigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarni Allohga sherik qilib oldi. Ularni mo'minlarning Allohni do'st tutqundek do'st tutdi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mo'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir. Zalimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi, Allohga sherik keltirmagan bo'ladi. Ayni vaqtda agashtirguchilar azobni ko'rib, agashguchilardan ada juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stluqi uziladi. Agashguchilar, koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi. Ular bizdan ada juda bo'lgandek, bizmi ulardan ada juda bo'latdiq deydi. Allah ularga yaman ishlarning hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ey insonlar, zimindagi halol pokis narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga agashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Allah nomidan yolg'ondan Allah sizlarga halol qilgan narsalarni harom va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Allah nazil qilgan narsiga, ya'ni Allah payg'ambariga nazil qilgan vahiga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nisini tushunmay tavushini va nidonini anglaydigan chahorpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan g'asdir, haqni so'zlashdan g'achidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasiyatni tushunmaydi. Ey mo'minlar, biz sizlarni rizqlandirgan halol narsalardan yanglar.
Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi bilan aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Nihoyatda mehribondir. Allah kitobda nozil qilgan narsalarni yoshiradigan va uni ozg'ini pulga sotadiganlarning qorniga yigini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom mili ularni do'zaxga ilib boradi. Qiyomat kuni Allah ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ana shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq. Bu qattiq azob shuning uchunki Allah haqiqatan haq kitobni, Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yushurdi va o'zgartirdi. Kitob to'g'risida ixtilof qilg'uvchilar cho'nqur nizodidir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yotmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Allah nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzasidan xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul, mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushqa bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ey mo'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilinadi. Qatil uchun diniy qerindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, o'ldirilguchining egisi qatildan diyat ilishga rozi bo'lib qisos ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Qatilmu diyatni yaxshilikcha kechiktirmasdan, kemaytivetmasdan to'liq berishi lozim. Bu hüküm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qatilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egilari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'zining o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Agar sizlardan biraylan o'lish oldida
ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqribolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishlik burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartirdigan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilg'uchining savanligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilg'uchilar bilan vasiyat qiling'uchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqliq kunlardir. Sizlardan kimki kesal yoki safar ustida bo'lib ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarning, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zni qiyirliq yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutilgan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyeni belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilg'uchi va haq bilan nohaqni ayirg'uchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimiki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimiki kesal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Ağzınlar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Manga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va manga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Ro'za kechalarida ayolinglarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga orlashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga orlashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Allah o'zinglarni aldıganlıqlarını, ya'ni ro'za kechisi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qilib, sizlarni afu qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. Taki tangning oq ipi qora ipidan ayrilganga, ya'ni tang yo'rg'anga qadar yanglar va ichinglar. Ondan kashkirgicha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda etkapda o'ltirgan chig'inglarda
Күндүзі болсын, кечі болсын, ularga yaqinchilik qilmanglar. Әні шулар Allah belgilegen chegaralardır. Yani mənni qılğan işlardır. Onunğa yaqinlaşmanglar. Kişilərning haram qılınğan işlardan saqlanışları üçün Allah ayetlerini ularga muşundaq bayan qılıdı. Bir-biringlarning mollarini nahaq yeb olmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. Ey Muhammed, senden yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngiydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, u kishilarning tirikchilik, soda setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz echish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Cahiliyet devrida qilganinglardek, ehramdagi cheg'inlarda uylarning orqasidan to'shik ichib kirish yaxshilikqa yotmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egisidir. Ehramdagi cheg'inlarda odatdagidek uylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Allah yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilg'uvchilarni Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni tajovuzchilarni uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan chiqarib etgan joydan sizlarmi ularni chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Taki ular o'zlari urush ochmag'icha masjidi haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular masjidi haram atrofida sizlarga urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kafirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Allah tövbe qilg'uvchilarga haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyati mehribondir. Taki ziyonkashlik tugigan va Allohning dini yo'lga qo'yilganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilg'uvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush haram qilingan oy, urush haram qilingan oyga tangdir. Ya'ni urush haram qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chekilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chekilsanglar bo'ladi. Hurmatni saqlanishga tegishli narsalar tang barobardir. Ya'ni hurmatni saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom elish yuzasidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik chaqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chaqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan billadir. Allah'ның yolida pul, mal sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ehson qilinglar. Ehson qilg'uvchilarni Allah haqiqatan do'st tutadi. Haj bilan umrini Allah uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajni yoki umrini ado qilishda to'sqinlikqa uchursanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'ga, kala, qo'ydan nimani topa olsanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, belgilangan joyiga yetmagicha chechinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal, ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'rig'i, pitqa o'xshashlar bo'lib, chechini tushirsa fidya qilish yuzasidan 3 kun ro'za tutsin. Yoki 6 miskinga 3 sa sadaqa bersin.
yoki biror mol qurbonlik qilsin. Əminlikdə bolğan çağınlarda, aranglardan ömrü qılğandan keyin həcc qilishdən bəhrəman bolğan odam, ya'ni həcdən burun ömrü qılıb tamamlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu, ya'ni umri qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm masjidi haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir. Ya'ni Shavvol, Zulqa'ida oylari va Zulhajja oyining dastlabki 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ihrom bog'lagan odamning jinsi aloqaga munosabatlik so'z qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi manni qilindi. Sizlar qandoqliki yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Haj uchun ozuq ilib olinglar. Eng yaxshi ozuq taqvodorlikdir. Ey aql egilari, manga taqvodorlik qilinglar. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inlarda Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Allah sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Allah sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Allah haqiqatan nihoyati mag'firat qilg'uchidir, nihoyati mehribondir. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni ota-bobonglarni yod etgandek yoki uningdan ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar, ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Halbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar, Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Ana shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'rdi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob elib bo'ladi. Sanoqliq kunlarda, tashriq kunlari, ya'ni Qurbon hayitining 1, 2, 3 kunlarida Allohni yod etinglar. Namozlaringlarning oxirida takbir aytinglar. Minadan aldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odamlar borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtirdi. Lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Halbuki u sana va sana ergashguchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u sherin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi.
u huzurungdan qaytgandan keyin ziminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonotlarni halok qilish uchun tirishdi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonotlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Allah buzuqchilikni yoqtirmaydi. Onunğa vəz nəsiyyət qılınıb, yaman söz hərəkətlərindən qaytıb, Allah'tan qorqın deyilsə,ğururi onunğa günah yükləydi. Yani haqdın təkəbbürlük bilən baş tartıb, pişni pasatda teximo əzvəyləydi. Onunğa cəhənnəm yetərlikdir. Cəhənnəm nəhayəti yaman caydır. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Allah bandalariga to'limi marhamatlikdir. Ey mo'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga agashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sizlarga islom dinining haqliqini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki sizlar jazolanasizlar. Chunki Allah g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom elishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar, Allohning bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va ishning tutishini kutamdi. Vaholanki ishlar Alloh qili qaytarildi. Ey Muhammed, İsrail avlodidan so'rag'in ki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Allah uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kafirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi va mo'minlarni masxara qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turdi. Allah xohlagan kishiga hisobsiz rizq berdi. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Allah mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi. Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mo'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mo'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan külpatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgiri o'tgan mo'minlar eg'irchiliklarga, külpatlarga uchirgan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mo'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey Muhammad,
Senden mallardan qandaq narsani sarf qilsa bo'ldiganligini so'raydi. Aytqinki, mal mulkinglardan nemini sarf qilsanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nemini qilmanglar, Alloh uni bilib turadi. Sizlarga jihad farz qilindi. Albuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliqinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Ey Muhammad, ular senden haram qilingan ayda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu ayda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmo cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mo'minlarga ziyonkashlik qilish, odam o'ltirishdanmi qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsila sizlarni dininglardan qaytirib etganga qadar sizlar bilan davomliq urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Şübhisizki iman etqanlar, hicret qilganlar va Allah'ның yolida jihad qilganlar, ani shundaq kishilar Allah'ның rahmetini ümid qiladi. Allah nahayeti mağfiret qilg'uchidir, nahayeti mehribondir. Ey Muhammed, senden aroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga bunun her ikisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular senden nemini sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortig'ini sadaqa qilinglar degin. Dünya ve ahiretning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad, ular senden yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni ko'paytib ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar bo'ladi. Çünkü ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Allah yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzguchini bilib turadi. Agar Allah xohlasa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga solatdi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iman etmig'icha ularni nikoyinglarga olmanglar. Hür mushrik ayol husn jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi? Mo'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iman etmig'icha mo'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hür mushrik sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mo'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ana shular, ya'ni mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqirdi. Allah o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqirdi. Kishilar pand nasihat olsun deb Allah ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. Ey Muhammad,
Ular senden hayz to'g'riliq, hayzdor ayol bilan jinsi aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Ya'ni hayz mezgilida jinsi aloqa qilish er-xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Şoňa hayz mezgilde ayollaringlardan neri turinglar. Ya'ni hayzdan pak bolğucha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pak bolganda ularga Allah buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Allah haqiqatan tövbe qilguvchilarni do'st tutudi. Haramdan va nijosatdan pak bolg'uvchilarni haqiqatan do'st tutudi. Ayollarыңlar sizlar üçün xuddi ekinzorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xolgan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Yaxşılıq qılmaslıqqa, təqvadar bolmaslıqqa və kişilərni əpləşdirməslikə qəsəm qilish şəkli bilən ularni qilishqa Allahni tosalğu qılmanglar. Yani Allah bilən qəsəm qilishni yaxşı işlarni qılmaslıqның səbəbi qılmanglar. Allah sözlərinlərni anlap turğuchidir, əhvalınlarni bilib turğuchidir. Məqsədsiz işkən qəsiminglar üçün Allah sizlərni jazoga tartmaydı. Qəsdən işkən qəsiminglar üçün Allah sizlərni jazoga tartıdı. Allah məğfirət qılğuchidir, həlimdir. Yəni bəndələrini jazolashqa aldırab ketməydi. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ishgan kishilar 4 oy kutidi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Allah nihoyatda mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Talaq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishindikan, bachidonlaridagi Allah yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yushirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qilishni xolisa, shu muddat ichida ularni qaytirib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayolları üstüde erlerinin haqları bolğundek, erleri üstüde ayollarning mu haqları var. Yani ayollar muvafiq derecede huquqdan bahramand bo'lishi kerak. Muvafiq derecede mecburiyet mu ötüşi kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikqa ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qayta yarışishga bo'ladigan taloq 2 qatimdir. Onundan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Allah'ның belgilemeleriga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik, Allah belgilagan er-xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mahri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni er-ayolning Allah'ның belgilemeleriga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini elish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni er-xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allah'ның belgilemeleridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allah'ның belgilemeleriga xiloflik qilg'uvchilar
zalimlardır. Agar er uni, ya'ni xotinini 3 qatim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi er uni taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burunqi er bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilimlariga rioya qildiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridir ki, Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga ta'mi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikoyinglarda tutinglar. Yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shundoq qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishidi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'mati va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobni, hikmatni, kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha burunqi eri bilan putishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu, ya'ni vaz nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nemaning eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Analar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Atalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turishi kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilindi. Anını balысы səbəblik ziyan tartquzmaslik, atını balысы səbəblik ziyan tartquzmaslik lazım. Əgər atı ölüb ketsə, onun varisi atığa oxşaş məsuliyyətni, yəni anı bolğucuğa nəpiqi beriş və onun haqlarıga rioya qilish qatarlıqlarni öz üstüge erişi kerak. Əgər ata-ana kengişib, balını 2 yıl toşmasdınla ayırıb etməkçi bolsa, ularga heç bir günah bolmaydı. Əgər balalarınlarını inik analarga emitməkçi bolsanlar, qaydı boyunca ularının haqqını bersanlarla, sizlərə heç günah bolmaydı. Allah'tan, yəni Allah'ın əmrigə muhalifətçilik qilishdən qorqunlar. Bilinglar ki, Allah sizlərinin qılğan əməlinglarni ko'rib turğuchidir. İçinlarda özü vafot bo'lib, ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. İddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga, igidorchilik qilg'uvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah sizlərinin qılğan əməlinglardan xəbərdardır. İddati toşmağan ayollarga ularni alıdığanlıqlarını purutub ötsənlər, yoki buni dilinglarda yoshurun tutsanlar, sizlərə heç günah bolmaydı. Ularga eğiz açıdığanlıqlar Allahqa ma'lumdur. Lekin ular bilan yoshurun vədlişib qoymanglar. Faqat oshkora aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddati to'shmig'icha ularni nikoyinglarga ilishga
bel bağlamanglar. Bilinglar ki Allah dilinglardikini bilib turdi. Uningdan Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglar ki Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Osiylik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib, ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikoyinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yvatsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, belgilik miqdorda pul, mol berishinglar kerak. Ularga pul mal beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrining yerimini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahrdan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tuguni o'z ilikida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrning hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ehson qilishni unutmanglar. Allah haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. 5 namozga, bo'libmi namoz digarga ahamiyat beringlar. Ya'ni bütün shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinchda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topqininglarda Allohning sizlarga bilmaganinglarni o'rgatganidek Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Allah namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qoldiganlar, ularning, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Allah o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarni sizlarga mushundoq bayon qiladi. O'zlari minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Allah ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Allah yo'lida jihad qilinglar. Bilinglar ki Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kimki Allohga qarzi hasana beradigan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xo'shallik bilan sarf qiladigan, Allah uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'p qaytardi. Allah sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirilasizlar.
Sana Musa'nın vafatından keyin İsrail avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podsho tiklab bergin, uning bilan dushmanlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar sizlarga jihad farz qilinsa, jihad qilmay qolarsizlarmi dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandaqmi Alloh yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chog'da ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Payg'ambari ularga Allah haqiqatan sizlarga Talutni podsho qilib avatdi dedi. Ular payg'ambariga e'tiroz bildirib, u qandaqmi bizga podsho bo'ladi? Aramızda podsho avlodlari bo'lganlikdan, podsholikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol-mulki ko'p bo'lmasa, dedi. Payg'ambar Allah haqiqatan sizlarga podsho qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badanini bastili qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga berdi. Allohning fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'lganligini obdan biladi, dedi. Ularga payg'ambari aytdiki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musaning, Harunning tavalari qoldirib ketgan narsalar, Musaning osisi, kiyimi va Tavrat yozilgan ba'zi taxtalar qachilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda, ya'ni sanduqning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikka tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Allah sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichirikan, u manga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydikan, u haqiqatan manga tavadir. Uningdan usuzluqini bir oz besish uchun bir uchum ishgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi, dedi. Ularning ishidagi ozg'ini kishidan boshqa hammasi uningdan ishdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib, qo'rqinchga tushib, ularning bir qismi bugun bizning Jalut va uning askarlari bilan urushishga kuchimiz yetmaydi, dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga ishonganlar, Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi, dedi. Allah bardoshlik berguchilar bilan billidir. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chog'da Parvardigorimiz qalbimizni chidamchanlik bilan to'ldirg'in, qadamlarimizni urush maydonida mustahkam qilg'in. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin, dedi. Mo'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga saltanatni, hikmatni, payg'ambarlikni berdi. Uningga xohlagan narsalarni, foydali ilmlarni bildirdi. Allah insonlarning ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, kuchlik tajovuzchiga uningdanmi kuchlik bo'lgan birsini opiridi qilmasa edi, yer yuzi albatta xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilg'uchidir. Bu Allah'ның ayetleridir ki, onu biz sana doğru ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammed, sen albatta Allah'ның da'vatini yetkizish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan.
Әні şu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, qochilarni, baras kesilni saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizlarni ado qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qiladi. Ey mo'minlar, so'da setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kafir bo'lg'uchilar zolimlardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmo Allohning oldida shafaat qila olsin. Allah ularning oldidagi dunyoda qilgan, keyindagi ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ilmidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ın kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni muhofazat qilish uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, barlıq şeytani kuch va tuzumni inkor qilib, Allohga iymon aytadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutqan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Allah mo'minlarning egisidir. Ularni kufrining zulmatlaridan iymonning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi tağuttur. Ularni iymonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uliklariga chiqardi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ldiraydi dedi. O "Mənmu ölükni tirildirələymən, tirikni öldürələymən" dedi. Namrud ölümge hüküm qılınğan iki adamni çağırtıp kelib, birini öldürdü, yani birini qoyup berdi. İbrahim Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara olaydi. Xudolik da'vosi qildigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'g'izlari yiqilib vayron bo'lgan xaroba shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi?
U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas, to'liq 100 yil turding. Yemek içmeginge qarığın ki buzulmıgan, işiginge qarığın ki onun süngekleri çirip ketken. Sana yuqurqidek adettin taşqiri işlarını qılğanlıqımız seni kişilerge kudurtumuzun delili qilish üçündür. Bu süngeklerge qarığın ki onu qandaq quraşdırımız, andın onunla göş kondurumuz. Yuqurqi ishlar uningga aniq bo'l. Yuqurqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Öz vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirdiganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim texmo qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi, qushdan to'tni olg'in, ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarni aralashtirg'in. Andın her bir taqqa ulardan bir bölükini qo'yg'in. Andın ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan, her başqada 100 dan tutqan bir danga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hasilab savob berdi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilg'uchining niyatini bilguchidir. Pul milini Allah yolida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch yo'qdir va ular g'am andishi qilmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat elib keladigan sadaqadan afzaldir. Allah bandalarning sadaqasidan behojatdir. Halimdir. Ya'ni amrga xiloflik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ey mo'minlar, pul milni kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'xshash, bergan sadaqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundaq pul milni boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi üstiga to'pichang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yo'yilib burunqidek bo'lib qolgan silliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mallarını Allah'ның razılıqını izlab ve çin ko'nglidan chiqarib sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan, qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi shikasi ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demek, bunda xeyri sakavetlik adam, meli köp bolsa köpke yarışa, az bolsa azgı yarışa beridi.
Allah qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsin ki, uning xurmuluq, üzümlük, astidan eriqlar eqib turadigan, mevlarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, balları uşaq bo'lib, bu bog' qari bo'ron elib kelgan o'tda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milni riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mo'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundoq sadiqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. Şeytan sizlarni peqirliqdan qo'rqitadi. Yaman ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allah'ның merhameti kengdir. O hammini bilib turg'uchidir. Hikmetni, yaxshi amalga yetaklaydigan foydaliq ilmni xohlagan bandisiga ato qiladi. Hikmet ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Aqlliq odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nemini xayri ehson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nemini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zalimlar zakatni manni qilg'uvchilar yoki pul milni gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topşırılgan vazife faqat kishilarga Allohning vahiyisini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandisini hidoyat qiladi. Melinglardan nemini xayri ehson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayri ehson qilasizlar. Xayri ehsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melanglardan nemini xayri ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amalinglarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Allah yo'liga otigan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar, ularning narsa tilimiganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan tunuysan. Ular kishilarga chaplashib olib tilamchilik qilmaydi. Melanglardan nemini xayr ehson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mallarını keç-gündüz hamma vaqt yoshurun va oshkora yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch yo'qdir va ular g'am, andisha qilmaydi. Jazoni o'sim yeydigan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu şunun üçünki ular Allah haram qilgan ishni halol bilib, so'da setiqmi jazoniga o'xshash dedi. Halbuki Allah so'da setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi.
Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni manni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonning barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanğuchi gunohkorni do'st tutmaydi. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishidi. Ularga oxiratda qo'rqinch yo'qdir va ular g'am, andishi qilmaydi. Ey iman etgan kishilar, haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar shunda qilmasanglar, Allah va uning rasuliga urush ochgan bo'lasizlar. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytidi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilangunicha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Ondan her kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mo'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Aranglardaki xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah uningga bildirgandek to'g'riliq bilan yezishini rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozdigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, galvang, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, kichik bola yoki bakmu qeri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, qochiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Guvohlikning unutilmasligini eng isbotlig'uchidir. Gumanlanmaslıqlarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodada hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allah'ның əmriga və nəhyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'rgatadi, ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Allah hamma narsani bilguchidir.
Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytursin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimki uni yoshirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardaki, zimindeki shaylar igidorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar. Uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mo'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allah'ның payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni qurbi yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosimi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolashsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz bizdan ilgirkilarga yukliginingga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilg'in, bizga rahim qilg'in. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi.